Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz shaxmat sevarlar. Bugun men yangi YouTube kanal ochdim shaxmat haqida. Bu kanalda siz xohlagan mavzuda darsliklarni topishingiz va o'rganib olishingiz mumkin. Men hozirdan boshladim. Birinchi darsni bu Lichess platformasi. Buni hamma bilsa kerak. Bu platformada shaxmat o'ynab reytingni oshirish mumkin. Bugun men shaxmat haqida batafsil tushuntiraman. Boshidan mana bu yerda har xil rangdagi kataklar mavjud, qora va oq rangdagi. Bu kataklar jami bo'lib 64 dan tashkil etadi. Mana qora kataklar 32 ta, oq kataklar esa shunga yarasha 32 ta, jami 64 ta katakni tashkil etadi. Xo'p, bu shaxmat doskasi hisoblanadi. Shaxmat doskasida piyodalar, shoh kabi shoh, rux va shu kabi isboqlar mavjud. Buni keyingi darslarimizda gaplashamiz. Bu shaxmatning asosiy maqsadi shohni himoya qilib, raqib shohini hujum qilib uni yutib olish hisoblanadi. Misol uchun biz oq bo'lsak, qora shohni hujum qilishimiz kerak va uni mod qo'yishimiz kerak. Agar qora bo'lsak, oq shohga hujum qilishimiz kerak. Demak, shaxmat mohiyatini tushunib oldik. Endi esa shaxmatda ma'lum bir qoidalar mavjud. Bu qoidalarni ikkinchi darsda o'tamiz. Bundan tashqari shaxmatda piyodalar ham mavjud. 8 tadan piyoda mavjud. Oqlarda ham, qoralarda ham bir xil. Bu piyodalarning asosiy maqsadi himoya vazifasini bajarish, ya'ni qalqonni hosil qilish va raqibga hujum uyushtirish hisoblanadi. Ularning asosiy maqsadi o'yinni markazini egallash va hujum qilish hisoblanadi. Ularsiz hech tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ular oldinda turadi, qalqon sifatida himoya qilib turadi. Bundan tashqari rux ham mavjud. Rux qasr shaklida bo'ladi. U ham ma'lum bir vazifalarga ega. Buni keyingi darslarimizda batafsil chuqurlashtirilgan holda tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Bu birinchi darsim bo'lganligi uchun ozgina hayajon va shunaqa narsalar mavjud bo'ladi, lekin harakat qilaman bunaqa narsalarni kamaytirishga. Azizlar, sizlarni ikkinchi darsda kutib qolaman. Ikkinchi darsda biz ruh haqida gaplashamiz batafsil. Ruhning vazifasi nima? Ruh qanday yuradi? Uning afzalliklari haqida hammasini batafsil tushuntiraman ikkinchi darsda. Mayli bo'lsa azizlar, sizlarga omad. Ikkinchi darsda ko'rishguncha.